Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 20-mart sanasi. Barchangiz hayot ayyomlari bilan tabriklab qolaman. Palaklarimizda, do'gaga ekilgan palaklarimizda 16-17 mart sanalarida olib kelib ekdik dalaga. 2 kun davomida 3 gektarga yaqin joyda ekib yopdik. Dolba, karistan va yana boshqa navlar ham bor. Ekib yopib oldik. Yana hali boshqa ekinlarimiz ham bor. Kechki ekin hali ekmadik. Boshqa jarayonlardan yana videolar qilib ko'rsataveramiz endi. Palaklarimiz 3 kun bo'lgan bo'lsa, 3-4 kun bo'lgan bo'lsa, yerga o'rnash boshladi. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana holatlari. Ob-havo endi bundan buyog'iga issiq isib ketishi mumkin. Hozirgacha uncha issiq kun bo'lgani yo'q. Bir marta yomg'ir ham yog'di. Palaklarimizning holatlari ancha yaxshi hozircha. Hali o'zgarishga o'tib, o'zgarib ketgan yo'q. Endi yerga o'rnashish jarayonida. Bundan oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsanglar, bu yilgi ekinlarimiz tomchilatib sug'orish tizimi orqali sug'orishni yo'lga qo'yganmiz. Ariq olmaganmiz. Bu o'ziga yarasha qulayli taraflari, foydali taraflari bor. Hozir bugun ham endi quyoshli bo'lgani uchun kun yana sug'ordik bir marta. Bugun kun bo'yi sug'orib chiqdik. Oldin ham bir ichgan edi o'sha ekilayotgan payti. Unda o'sha ishlar bilan bo'lib yaxshi sug'orilmagandi. Ba'zilari suv icha olmay qolgan. Shunga yana yaxshilab sug'orib oldik bugun. Endi bundan buyog'iga sug'orish dori bilan, selitra bilan sug'oramiz. Yaxshi o'zgarishga kirib, palaklar yerga o'rnashib qolgandan keyin endi bu birinchi suv hisoblanayotgan bo'lsa, ikkinchi suvini endi selitra bilan sug'oramiz. Hektariga 150-200 kilo atrofida dori berib sug'oramiz. Hali ham suv oqishda davom etyapti. Soat mana 5 dan o'tsa, adashmasam shu 5 dan o'tgan bo'lsa ham quyosh paneli orqali sug'oramiz. Quyosh yuzi deyarli ketib qolyapti, lekin hali ham suv kelib turibdi. Hozir sug'orib ko'rsataman. Hali suv kelib turibdi. Kapilni flankadan, bitta kapilni flankadan kelayotgan suv mana shu.